Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil medhiyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Allah Teala'ga xosdir. Allah Teala'nın için kalbimden medhiyeleymen, onunla hamd sana aytaman ve şükür qilaman. Haqdinni bizlarga yetkizgan suyimlik payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalomga durud, duo ve salam yollayman. Onun aile tahobatlariga, sahabalariga ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli okurmenlerimiz, emdi huzuruңlarga baxt saodatning 40 retsipti nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 36 retsip Kitap sizning eng yaxshi ulfitingizga aylansin. Kitap o'qish ruhning g'izasi, aqlning ochqichi, ma'rifatning kepilidir. O'qishning fazilati va uning sharafi uchun payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalomga tunji vahiyning o'qu degan buyruq ro'yi bilan boshlanganligi yetarlidir. Danalar deydi-ki, kitap muvaffaqiyat ochqichi, taraqqiyot ko'rigi, qorong'u dilni yo'ritqichi mash'al. Kitap bilim xazinasi, tugumas boyliq, ma'naviy kuch, ruhiy ozuq va qanotdir. Sarxil kitap odamning aql parostini nurlantiradi, ma'naviyatini beyitadi, odamiylik safosini o'stiradi, kishiga xushallik bag'ishlaydi. Kitap o'qish, bilim o'rganish, bilimni to'liqlash, o'zini mukammallashtirishdir. Odam kitap o'qib dunyoni, tabiat sirlarini, qaynoq va murakkab turmush falsafasini, fikr qilish yo'lini, chinlik bilan soxtalik, yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan satlikning farqini ayiradi. Kitap o'qib fan texnika egallab, xizmat, ishlab chiqarish, texnika saviyasini o'stirish. Kitap o'qib fan texnika egallab, xizmat, ishlab chiqarish, texnika saviyasini o'stirish. Jamiyat taraqqiyotiga yetishish, jamiyatga tuhfa qo'shish asosini turg'izalaydi. Kitap o'qib bilimini mustahkamlagan va kuchaytganlar hayot yo'lida kundan kunga ko'kliyalaydi. Bugungi madaniyat ajdodlarimizning avlodlarga qoldirgan bilim va tajribalarining javhari. Uni egallash uchun kitob o'qish kerak. Kitob kishi qalbini aynan ko'rsatib beradigan aynak. Kitob o'qish orqali ruhimiz ko'tarilib, yashash irodamiz kuchaydi. Tushkunlashganda, ishchimiz pushqanda, mag'lubiyatga uchraganda kitob o'qisak, qalbimiz umid, ishonchiga to'ladi. G'ayratimiz oshadi. Kitap o'qish yoki o'qimaslik millatning moddiy va ma'naviy safosiga ta'sir ko'rsatadi. Doim kitob o'qib turadiganlar bilan kitob o'qimaydiganlar o'rtasida muayyan ma'naviy safa farqi bo'ladi. Kitob o'qiganlarning aql buliqi ichiladi. Kitob o'qimaydiganlarning tafakkuri qatmal, fikri tez, chechilang'u, turoqsiz bo'ladi. O'zining yetarsizligini bayqayolmaydi. Kitob o'qish yoki o'qimaslik odamning psixik qurilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Kitob o'qish qizg'inligi yuqori odamda ilg'or psixik omillar ko'p bo'ladi. Kitob o'qimaydiganlar ko'p nisbatni egallaydigan millatning psixik qurilmasida nachar omillar, nadonlik, qaloqlik, xurofotlik, bekinmichilik, qashshoqlik, do'ramchilik, shuhratparastlik eg'ir bo'ladi. Doktor Aiz Al-Qarni kitob o'qishning ahamiyati to'g'riliq mundoq deydi. Aql o'qishdan to'xtab qolganida uning o'sishimi to'xtaydi. Qanchalik ko'p o'qisangiz, aqlingiz shunchalik oshadi. Dunyoda shundoq insonlar borki, yillarning o'tishi, yeshining cho'ngiyishi bilanmi ularning aqli bir xil turadi. Oshmaydi, o'smaydi. Ular bir qancha yildan keyinmi shu biti turadi. Chunki ular o'qishdan to'xtash bilan ularning tafakkur qilish, mulohiza qilish va tushunish kanallari taqilib qolganlikdan ularning aqlimi bir izda to'xtab qolgan. Mundaqlardan biri 40 yildan beri biladigan bira ko'plik she'r yoki bira hikmatli so'zni takrorlab turadi. Chunki uning shuningdan boshqa dasmoyisi yo'q. O'qish ma'rifatdir. Ma'rifat hayotlikni yo'ritib beradigan chiroqdir. Saudiya Arabistonlik islom mutafakkiri Salman Avda kitob o'qish boshqalarning aqliga ilib berilgan eng ko'ngilli va jafosiz bir sayohatdir deydi. Misrlik mashhur shoir Ahmad Shavqi bir beytida mundoq degan: Kitobga tegishgan odamman do'stlarni, ko'rmadimman kitobdan o'zga vafodorni. Kitob insoniyatning aql farosat xazinasining ombiri. Kitob orqali odamni, dunyoni, o'zini tushungili bo'ladi. Bugungi davrda bir millatning, bir davlatning, bir odamning kitobga tutgan pozitsiyasi bevosita ularning taqdiriga ta'sir ko'rsatadi. Qanchalik kitobga erishganligi, qanday sifatdagi kitobga erishganligi, kitobga qanday pozitsiya tutganligi, kitobdan qanday oziqlanganligi, kitobni qanday nuqta nazari bilan o'qiganligimi ham shundoq. Kitap insoniyat dunyosining aql parasti va tarixning eng ixcham ombiri. Shundaqli u nihoyat arzon, qolay, kichik bir maktab.
Kitob o'qish haqida faylasuflarning aytganlari. Fransiyalik faylasuf Fransin Bekun mundaq deb yozgan ekan. Kitob kishiga xushallik, safa va iqtidor ato qiladi. Kitob o'qishning lazzatini yolg'iz qolganda, kitob o'qish davomida yetilgan safani parang qilganda, kitob o'qishdan keladigan iqtidorni bir ishlarni bartaraf qilganda eng oson ko'rib olg'ili bo'ladi. Tajribali kishilar ba'zi ishlarning inchiki halqalariga to'g'ri hukm qila olishi yoki bir ishlarni to'g'ri bartaraf qila olishi mumkin. Ammo ishlarga yetakchilik qilish, umumiy jihatdan qo'mondonlik qilish, sistemlik tarbiya ko'rgan odamlarning qo'lidan keladi. Kitob o'qish odamni bilimli qiladi. Munozara odamni chechan qilsa, yeziqchilik odamga astoydillikni o'rgatadi. Agar bir odam yeziqchilikni yoqtirmasa, u nihoyatda kuchab asti saqlash qobiliyatini oshirishi kerak. Agar bir odam kamdan kam munozaraga qatnashsa, u fikr turg'unligidan qutulolmaydi. Agar bir odam kitobni oz o'qisa, hiylagar bo'lishga majbur bo'ladi-da, bilmagan narsani bilaman deb turib oladi. Tarix odamni chechan qilsa, she'r odamni tasavvuriga boy qiladi. Matematika odamni to'raqliqqa yetaklasa, falsafa odamni cho'nqur fikrga undaydi. Etika odamni durust bo'lishga undasa, logika va stilistika odamni so'zman qiladi. Qisqasi, kitob o'qish odamning xosligini tavlaydi va uning psixikasidagi ojizliklarni o'ngshaydi. Ba'zi kitoblarni qayta o'qish. Diniy va ilmiy kitoblarni cho'qim qayta astoydil o'qish zarurdir. Chunki bu xil kitoblarni bir ikki qitim o'qib qo'yish bilan ko'zlagan foydani hosil qilib bo'lmaydi. Bundaq kitoblarda shariat ahkomlari yoki ilmiy haqiqatlar bayon qilinganligi uchun ko'p qitim o'qib astoydil o'rganishga va mingimizga singdirishga muhtojmiz. Bu ona vatanimizda ba'zi darslarda muhim kitoblarni taliblarga yodga oldirib o'qitishga turtki bo'lgan sabablarning biridir. Tushunib o'qish. Dunyoda ma'nisini tushunmay o'qisimi foydasi bo'ladigan birli kitob bor. U bo'lsa-mu Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim ma'nisini tushunib o'qib, amal qilish uchun tushirilgan muqaddas kitob. Ammo uning ulug'ligidan, uning ma'nisini bilmasdan o'qisimi, Alloh taolo albatta savob ato qiladi. Biroq ma'nisini tushunmay o'qish bilan uni o'qishdan bo'lgan maqsad amalga oshmaydi. Qur'oni Karimdan boshqa qanday ulug' kitob bo'lib ketsin, o'qiganga savob yo'q. Faqat amal qilganga savob beriladi. Tavrat, Injil, hatto payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'qiganga savob berish va'da qilinmagan. Faqat amal qilganga savob berish va'da qilingan. Kitobni tushunib o'qimaganda, uni o'qiganda naf og'ili bo'lmaydi. Bu xuddi bir filmni ko'ngil bo'lmay o'ltirib ko'rgan odamning uningdan hech narsani tushunmaganiga o'xshashli bir ishdir. Bu xuddi bir filmni ko'ngil bo'lmay o'ltirib ko'rgan odamning uningdan hech narsani tushunmaganiga o'xshash bir ishdir. Kitobni tanlab o'qish. Biz uchur davrida yashayapmiz. Uchur bizni har tarafdan qorshab turmoqda. Radio, televizor, internet, antena, yanfon qatorliqlarning hammasi uchur vositalari bo'lib, zamonimizda internetning xizmati alohida bo'lmoqda. Uyimizda o'ltiribla dunyoning har qaysi joylaridagi kutubxonalarni aylanib chiqish fursatiga ega bo'lib qoldik. Uyimizda o'ltiribla dunyoning har qaysi joylaridagi kutubxonalarni aylanib chiqish fursatiga ega bo'lib qoldik. O'qiydigan kitob materiallar intayin ko'p. Biz ularning hammasini o'qib chiqaman desakmi, o'qib bo'lolmaymiz. Hammasini o'qish lozimmi emas. Shunga biz o'qiydigan kitoblarni tanlab o'qishimiz va o'zimizga foydali bo'lganlarini o'qishimiz lozim. Musulmon odam o'zi zerak, ho'shyor, ishlari ratlik va planli bo'lishi kerak. Din uchun, millat uchun, vatan uchun va insoniyat uchun foydali bo'lgan kitoblarni o'qish va ularni tashviq qilish kerak. Ziyonli kitoblarni, bo'libmi islom aqidasiga, islomiy go'zal axloq fazilat o'lchamiga zid keladigan kitoblarni o'qimaslik lozim. Uyg'urlar azaldan kitobxumor xalqdir. Biz Uyg'urlar azaldan kitobni ulug'laydigan va kitob o'qishni yaxshi ko'radigan xalq. O'tmishlarda kitoblarni bosadigan bosmaxonalar bo'lmaganlikdan kitoblarni maxsus putukchilar qimmat pulga ko'chirib chiqadigan. Bizning Uyg'ur diyorimizda bo'lsa, kitob intayin qis bo'lganlikdan putukchilar birer kitobni ko'chirib berish uchun kitob cho'ngroq bo'lsa birer kala. Agar kitobning hajmi kichikroq bo'lsa, birer qo'y oladiganmish. Har qanday bir Uyg'ur uyida kitob saqlashni muhim bir an'ana deb to'niganlikdan kitob o'qishni biladigan va bilmaydigan har kim
uyining to'risida kitob saqlaydi ekan. Savodi bala bu kitobni o'zlari o'qiydi ekan. Savodi yo'qlari o'qishni biladiganlarga o'qitadi ekan. Biri savodsiz Uyg'urning uyiga biri olim yoki hech bo'lmaganda kitob o'qishni biladigan biri mehmon kelib qolganda, uyidagi kitobni chiqarib uningga o'qitib, butun oila a'zolari tinchaydi ekan. Bu yaxshi odat Uyg'urlarda hozirmi davom qilmoqda. Uyg'urlarning kitobni suyadiganligining yana bir dalili shuki, Uyg'ur xalqi Alloh taolaning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni bakmi ulug'laydi. Har qanday bir Uyg'urning uyidan yo'q deganda bir nusxadan Qur'oni Karim chiqmay qolmaydi. Qur'on o'qishni bilmaydigan kishilarmi uni uyining egiz yerida saqlaydi. Har qitim uni qo'liga og'inida tahorat bilan ikki qo'llab siliq oladi. O'qib bo'lib yana ikki qo'llab hurmat bilan o'z joyiga ep qo'yadi. Uyg'urlar Qur'onni intayin hurmat qilganlikdan uni ko'ksining yuqorisida tutib o'qiydi. Uni hargiz yerda qo'ymaydi. Qur'onni tinchiganda jim o'tirib, hurmatdan beshini egib turib tinchaydi. Kitob sovg'a qilish Uyg'ur xalqining asl an'analaridan biridir. Uyg'urlar azaldan turkiy xalqlar ichida eng madaniyatli bir xalq bo'lgan. Ularda har xil sovg'alar bo'lgan bo'lsa-mu, bularning ichida kitob sovg'a qilish odati an'analarning biri edi. Mana bu Uyg'urlarning kitobni qadrlaydiganligining bir dalilidir. Kitobni qadrlash madaniylikning ifodasidir. Ulug' donishmand buvimiz Mahmud Kashg'ari Türk tillar divanini yezib bo'lib, o'z davridagi islom dunyosining xalifasi Abul Qosim Abdullah Muqtadi bi Amrullohga sovg'a qilganligini kitobning beshida tantani bilan jakarlagan. Qadimgi davrda sharq dunyosida kitob yezib, shohlarga, baglarga taqdim qilish, hatto kitobni baglarning nomida atash xeyli umumlashgan ekan. O'z davridagi ma'rifatlik podshohlar ma'naviy sovg'at kitobni aziz bilardi ekan. Chunki kitob mangulik yodgor bo'lib qoladi. Uyg'urlarning kitob taqdim qilish odatini amaliy harakati bilan eng yuksak pallaga yetkazgan olim Yusuf Xos Hojib o'zining bir umr to'plagan ilg'or bilim jo'g'lanmalarini 18 oylik mehnatlik emgak orqali qog'oz yuziga tushirib, uni Qutadg'u bilik deb atab, o'z davridagi qoraxonalarning hukmdori Hasan Bug'roxonga sovg'a qilgan ekan. Bu ikki olim boshlab bergan kitob sovg'a qilish an'anasi keyingi avlodlarga miros qilib, necha minglagan asl kitoblarning borliqqa kelishiga ma'naviy turtga va ulgu bo'lgan. Tarixi Rashidining avtori Mirza Muhammad Haydar Koragan kitobini Saidiya xonligining shu davrdagi xoni Sultan Abdurashid xonning nomida yezib, uningga taqdim qilgan. Alisher Navoiy o'zining xeyli ko'p asarlarini Hüseyin Mirza Sahib Qironning nomida yezib, uningga taqdim qilgan. Abdurahmon Jami o'zining Bahoriston nomli kitobini Sultan Sahibi Qiron Hüseyin Bayqaroning nomida yezib, uningga taqdim qilgan ekan. Kitobni hatto o'zining bolasidanmi aziz bilgan Uyg'ur xalqi kitob yezishni mangulik qimmatli amal deb qaragan. Birsiga bira kitobni sovg'a qilishning uzilmas savoblik ish, sadaqa joriya qilganlik ekanligini yaxshi tushungan xalqimiz kitob sovg'a qilishni iborat bu asl xislatni o'zining milliy va diniy an'anasiga aylantirgan. Bu asl an'anani davomlashtirish hozirgi avlodlarning bosh tortib ololmaydigan burchidir. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qishimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelarki qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.